Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizning bugungi mehmonimiz italiyalik tadbirkor Andrea Rossi. U sovuq yadro sintezi qurilmasini ixtiro qilgan. Andrea, xush kelibsiz. Iltimos, tomoshabinlarimizga o'zingizni tanishtirsangiz. Siz to'g'ri ta'kidlaganingizday, men iket nomli qurilmani yaratgan tadbirkorman. Uning fizik asoslarini tushuntirib berish biroz murakkab, lekin mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, bu nol nuqtaning energiyasidan foydalanadigan tizim. Bu esa sovuq yadro sintezi konsepsiyasining bilvosita hosilasi. Biz ko'p yildan beri buni ustida ishlab kelyapmiz va hozir iketda ishlaydigan elektromobil bilan xuddi shu ishlab chiqaruvchi, xuddi shu model va xuddi shu yoshdagi, ammo iketda ishlamaydigan elektromobil o'rtasida musobaqa o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Bu yerda energiya, ket katalizator ma'nosini anglatadi. Energiya katalizatori elektromobil batareyasini to'xtovsiz tarzda energiya bilan ta'minlaydi. Shuning uchun iket o'rnatilgan elektromobilning batareyasi 10 soat yurgandan keyin ham to'laligicha qolaveradi. Lekin xuddi shu tezlikda va xuddi shu masofani bosib o'tgan boshqa elektromobil 2-3 soatdan so'ng to'xtab qoladi. Chunki uning batareyasida zaryad qolmaydi. Musobaqa natijalari ushbu texnologiyaning salohiyatini isbotlovchi dalil bo'la oladi. Gap yo'q. Siz texnologiya juda murakkab va uni tushuntirish qiyin deb aytdingiz. Lekin texnologiyalarni unchalar tushunmaydigan tomoshabinlarga qanday qilib uning ishlash prinsipini soddaroq qilib tushuntirib bergan bo'lar edingiz? Ular ham mana shu ilg'or texnologiya haqida umumiy tasavvurga ega bo'lishlari uchun. Uning asosida entropiya tushunchasi yotadi. Termodinamikaning 3-qonuniga ko'ra, entropiya doim ortadi. Bu esa, agar tashqi kuch qo'llanilmasa, tartibsizlik muqarrar ravishda ortib boradi degani. Misol uchun, agar siz asfaltga siyoh to'kib yuborsangiz, unda siz hech qachon asfaltda tasodifan she'r yozilib qolganini ko'rmaysiz. Siz u yerda dog' paydo bo'lganini ko'rasiz. Nimaga? Termodinamikaning 3-qonuni buni agar kuch qo'llanilmasa, siz tartibli tizimdan tartibsiz tizimga o'tishingiz bilan tushuntiradi. Elektronlarning tartibli klasterlarni hosil qilish qobiliyatidan foydalanib, biz entropiyani kamaytirishimiz mumkin. Entropiyaning bunday kamayishi nol nuqta energiyasi deb ataladigan energiyani hosil qiladi. O'z vaqtida Tesla ham intuitiv tarzda shu narsaga kelgan. Men bu narsa ustida ko'p ishlaganman va biz aynan mana shu energiyadan foydalanamiz.
Biz elektronlardan elektr energiya olamiz va bu energiya biz o'tkazmoqchi bo'lgan sinovimizda elektromobil batareyasini quvvatlash uchun ishlatiladi. Ya'ni avtomobil deyarli cheksiz zaryadga ega bo'ladi. Albatta, u butunlay cheksiz emas. Ma'lum bir vaqtga kelib u to'xtaydi. Lekin u juda uzoq vaqt davomida avtonom tarzda ishlay oladi. Men buni imkon qadar sodda qilib tushuntirishga harakat qildim. Chunki agar biz matematikaga sho'ng'ib ketsak, unda sizning tomoshabinlaringiz aniq boshqa kanalga o'tib ketishadi. Energiya katalizatori qanday energiyadan foydalanadi va bu energiya qayerdan paydo bo'ladi? Energiya manbai bu elektronlarning klasterlari bo'lib, ular kuchlanish-tebranishlar ta'sirida sinxronlashadi va elektr energiya hosil qiladigan entropiyaning teskari o'zgarishini keltirib chiqaradi. Siz Nikola Teslaning ismini tilga olib o'tdingiz. Iketni yaratishda siz uning qandaydir ishlanmalaridan yoki kashfiyotlaridan foydalanganmisiz? Xususan men u amalga oshirmoqchi bo'lgan narsaning ustida ishlaganman. Agar uni o'ldirib yuborishmaganida, u buni albatta ro'yobga chiqargan bo'lar edi. U aynan bizni o'rab turgan energiya haqida gapirgan. Agar biz Nikola Tesla haqida gapiradigan bo'lsak, siz uning kashfiyotlarini tasdiqlashga yoki ehtimol ularni amalda ro'yobga chiqarishga muvaffaq bo'ldingizmi? Ha, siz bizni o'rab turgan energiya haqida gapirdingiz. Va biz bu juda ko'p muhokama qilinadigan efir deb tushundik. Nol nuqta energiyasining efirga hech qanday aloqasi yo'q. U entropiya bilan bog'liq. Entropiyaning esa efirga aloqasi yo'q. Entropiya bu termodinamikaning 3-qonunida tushuntiriladigan hodisa. Unga ko'ra, tashqi ta'sir bo'lmasa, ularning kattaligidan va tuzilishidan qat'iy nazar, obyektlar orasidagi tartibsizlik ortadi. Agar mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, buni Xudo borligining isboti ham deyish mumkin. Ehtimol, bu sizga qiziq bo'lishi mumkin. Agar siz xaos tasodifan atomlarning va molekulalarning tasodifiy birikmasi natijasida murakkab organik tizimga odam u yerda to'lsin, hayvonga aylanishi mumkin deb o'ylasangiz, bu termodinamikaning 3-qonuniga mutlaqo zid keladi. Chunki entropiya bunga yo'l qo'ymaydi. Evolyutsiya esa bu butunlay boshqa narsa. Tabiiy saralanish bu shak shubhasiz umuman boshqa jarayon bo'lib, u faqat mavjud organizmlar orasidan ba'zilarini saralab oladi xolos. Lekin hech qanday kuch ishlatilmasdan to'liq tartibsizlikdan tartibga o'tishning iloji yo'q. Iket nima qiladi? Iket quyidagi fenomendan foydalanadi. Muayyan tebranishlar, ya'ni pulsatsiyalar natijasida hosil bo'ladigan kuchni, bu kuchni esa aslida ilohiy kuch deb atash kerak.
o'z joyida va o'z vaqtida qo'llash orqali biz entropiyaning teskari jarayonini yuzaga keltiradigan kogerent bozon elektronlarning klasterlarini hosil qila olamiz. Bu esa muqarrar ravishda harakatlanayotgan elektronlar orqali energiyaning hosil bo'lishiga olib keladi. Va biz mana shu elektronlarni elektr energiya ishlab chiqarishga majbur qilamiz. Biz muhokama qilgan mavzuga qaytadigan bo'lsak, iltimos, iket modeli o'ylaganingizda ishlashni boshlagunga qadar siz qanday qiyinchiliklarga duch kelganingiz va o'zingiz kutgan natijaga erishish uchun qancha vaqt ketgani haqida ham gapirib bersangiz. Men bu loyihaning ustida 1996-yildan beri ishlab kelyapman. Eng katta qiyinchilik mening jamoam katta pul va kuch sarflab deyarli 30 yil davomida kuniga kamida 12 soatdan ishlagani bo'ldi deb aytish mumkin. Aks holda biz entropiyani orqaga qaytara olmagan bo'lar edik. Iltimos, qurilmani qanday sinovdan o'tkazganingiz haqida ham batafsilroq ma'lumot bersangiz. Biz Boloniya universitetida taqdimot bo'lib o'tgani haqida bilamiz. Ammo sinovlar o'zi qanday o'tgan? Siz 2011-yil o'tkazgan mashhur sinov natijalari qanday bo'lgan? Qurilmaning maksimal ishlash muddati va qancha energiya ishlab chiqara olish haqida ham ma'lumot bersangiz. Biz ushbu qurilma barcha kamchiliklari bilan qanday ishlashini ko'rsatdik. Bu kamchiliklar asosan xavfsizlik bilan bog'liq edi. Bu qurilmadan foydalanish xavfli bo'lgani sababli biz ko'p yillar davomida doimiy nazoratni talab qiladigan tizimdan bizning bevosita nazoratimizsiz ham xavfsiz ishlashi mumkin bo'lgan mexanizmgacha bo'lgan bosqichlarni bosib o'tdik. Hozir biz mutlaqo xavfsiz deb hisoblanishi mumkin bo'lgan darajaga yetdik. Endi faqat iqtisodiy masalani hal qilish qoldi xolos. Eketni ommaviy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun 100 minglab shunday qurilmalarni ishlab chiqarish kerak bo'ladi. Shunda ularning narxi hamyonbop bo'ladi. Bu eng so'nggi qadam. Agar masalaning amaliy tomoniga o'tadigan bo'lsak, siz raqamlar va sanoat haqida ham aytib o'tdingiz. Keling, aytaylik 1 million aholi yashaydigan shahar bor deb tasavvur qilamiz. Siz aytayotgan texnologiya butun shaharni yetarlicha elektr energiya bilan ta'minlashga yordam beradi. Ya'ni u aholining, shahar infratuzilmasining, ishlab chiqarish obyektlarining, korxonalarning va barcha boshqa narsalarning elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojini butunlay qoplaydi. Qanday qilib buni eket yordamida amalga oshirish va 1 million aholini elektr energiya bilan ta'minlash mumkin? Bu yerda gap faqat ularning sonida. Axir eket yordamida quvvatlanadigan elektromobilning dvigateli ma'lum bir quvvatga ega. Sinov vaqtida biz bu ma'lumotlarni hammasini taqdim etamiz.
Agar ularni ketma-ket va parallel tarzda ulasak, istalgan quvvatni, istalgan kuchlanishni va istalgan tok kuchini olish mumkin. Quvvatni oshirish uchun modullarni parallel tarzda ulash kerak. Kuchlanishni oshirish uchun esa ketma-ket ulash kerak. Shuning uchun gap faqat ularning miqdorida. Siz 1 million aholi yashaydigan shaharni misol qilib oldingiz. Aslida bu juda qiziqarli misol. Keling shu yerda bir nechta oddiy hisob-kitob qilib chiqamiz. Odatda 1 million aholi bu taxminan 200 mingta oila. O'rtacha har bir oila kuniga taxminan 4 kilovat energiya iste'mol qiladi. Bu soatiga taxminan 200 wattga to'g'ri keladi. Demak, bizga qancha watt-soat quvvat kerakligini topish uchun biz 200 watt-soatni 250 mingga ko'paytirishimiz kerak. Keyin esa mingga bo'lib, shaharni ta'minlash uchun kerak bo'lgan kilovat miqdorini topamiz. Bu haftadan juda ko'pga o'xshaydi. Lekin aslida unday emas. Bizga mana shunday energetik qurilmalar kerak bo'lgani uchun biz albatta ularning ommaviy ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi deb umid qilamiz. Lekin ular inson salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatishini ham o'rganib chiqish kerak. Ayniqsa, agar ular ommaviy tarzda ishlab chiqariladigan bo'lsa. Siz bu tomonini ham o'rganib chiqqanmisiz? Iket inson salomatligiga va atrof muhitga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu texnologiya qanchalar xavfsiz? Bu juda yaxshi savol. Iket energiya katalizatori umuman hech qanday chiqindi ajratmaydi. U hech qanday radiatsiya chiqarmaydi. CO2, tutun, shovqin, hech nima. Boshqacha qilib aytganda, bu texnologiyada zararli chiqindilar yo'q. Shuning uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan u hech qanday muammo tug'dirmaydi. Bu juda katta plus. Biz buni juda ko'p taqdimotlarda namoyish etdik. Bundan tashqari hozir YouTube'da ham taqdimot bor. www.iket.com saytiga kirsangiz, u yerda havolalarni topishingiz mumkin. Menimcha videoni YouTube va Twitch platformalarida ko'rish kerak. Chunki Microsoft ba'zida ularni o'chirib qo'yadi. Shuning uchun biz ikkita video qo'ydik. Biri bo'lmasa, ikkinchisini ko'rish uchun. Videoda siz juda kichkina iketda hech qanday simlarsiz va boshqa narsalarsiz ishlayotgan lampani ko'rasiz. Shuningdek, ushbu videoda biz barcha turdagi elektromagnit nurlanishlarning o'lchov natijalarini ham keltirganmiz. Aytgancha, iket energiya katalizatori RINA tomonidan sertifikatlangan. Bu xavfsizlik sohasida sertifikatlash bo'yicha eng nufuzli kompaniyalardan biri. Bizning generatorimiz hech qanday elektromagnit to'lqinlarni yaratmaydi. Shovqin va chiqindilar ishlab chiqarmaydi, chunki biz hech nima yoqmaymiz. Siz ishlab chiqqan narsa ajoyib. Biz undan haqiqatdan ham foydalana olsak juda zo'r bo'lar edi. Rahmat. Biz cheksiz arzon energiya bilan bog'liq tahdidlarni ham muhokama qilib olmoqchi edik. Misol uchun, atom energiyasi kashf etilganida undan darhol atom bombasini yaratish uchun foydalanishgan. Yonilg'isiz generatorlardan ham insoniyatga zarar yetkazish maqsadida foydalanishni boshlashlari xavfi bor. Nima deb o'ylaysiz? Qurilmadan yomon maqsadlarda foydalanishlarini oldini olish uchun nima qilish kerak? Siz aniq iket haqida gapiryapsizmi yoki umumanmi? Menimcha umuman va xususan iket haqida. Iket energiya katalizatoriga kelsak,
Bu yerda hammasi juda oddiy. Energiya bolg'aga o'xshaydi. Agar siz bolg'ani boshingizga urish uchun olsangiz, bu juda xavfli. Ammo agar siz undan duradgorlik ustaxonasida foydalansangiz, bu oddiy ish quroli. Iketdagi energiya konsentratsiyasi atom energiyasi kabi halokatli emas. Men yadro energiyasini nazarda tutyapman. Portlashni amalga oshirish uchun energiyani soniyada ham kam vaqt ichida ajratib beradigan narsa kerak. Iket esa energiyani juda sekin ajratadi. Shunga qaramay, agar men sizga 1 megavatlik generator yasab bersam va siz uni odamlarga qarshi ishlatsangiz, bu juda xavfli bo'ladi. Albatta, men qurol ishlab chiqarish sohasida mutaxassis emasman. Lekin mening texnologiyamni qurol yaratish uchun qo'llash juda noqulay deb o'ylayman. Buni 1 milliard yevroni 1 sentdan sarflashga o'xshatish mumkin. Ha, ishlatish mumkin. Lekin boshqa, yanada samaraliroq tizimlar ham bor. Bu iket energiya katalizatoriga taalluqli. Nima bo'lganda ham, biz bu texnologiya yordamida yaratayotgan vositalar qurol yaratish uchun mutlaqo yaroqsiz. Umuman olganda esa, afsus, lekin inson tabiati 1000 yillar davomida o'zgarmadi. Afsus, odamlar doim ham yaxshi bo'lmaydi. Ular ochko'z. Bundan tashqari, ular puldan ko'ra ko'proq hokimiyatga intilishadi. Bu ularning qon-qoniga singib ketgan. Va ular doimo foydali narsalardan vayron qilish uchun foydalanadilar. Agar miloddan avvalgi 500-yillardagi urushlar vaqtida nimalar bo'lgani haqida o'qisangiz, agar ularning zamondoshlari nimalar yozgani haqida o'qisangiz, odamlarning fikrlashi xuddi hozirgiday bo'lganini va mutlaqo o'zgarmaganini ko'rasiz. Hech narsa o'zgarmagan. Ha, bugun bizda kompyuterlar, mashinalar va boshqa narsalar bor. Ammo miyamiz avval qanday ishlagan bo'lsa shundayligicha qolgan va hech qachon o'zgarmaydi. Men har qanday turdagi energiyadan odamlarni o'ldirish uchun foydalanishni kamaytirish mumkinligi haqida gap ketganida juda pessimistman. Menimcha bu nafaqat narkotiklarning noqonuniy aylanmasidan ham ko'p foyda keltiradigan soha. Balki hokimiyat tepasidagilar hammadan ko'p intiladigan maqsad hamdir. Afsus, hech qanday istisno yo'q deb qo'rqaman. Iket energiya katalizatorini ommaviy ishlab chiqarish yo'lida qanday to'siqlarni ko'ryapsiz? Juda katta. Chunki bu inqilob bo'ladi. Va bu texnologiya ko'plab boshqa bizneslardan farq qiladi. Chunki agar elektromobil 2 soatga mo'ljallangan batareyada 10 soat yursa va 10 soat yurganidan keyin ham uning batareyasi zaryadga to'la bo'lsa, unda ikkita variant bor. Yoki bu g'ayritabiiy narsa, yoki bu juda foydali texnologiya.
Bu foydali texnologiya bo'ladi deb umid qilaman. Shuning uchun albatta bizda to'siqlar bo'ladi. O'zingiz bilganingizda albatta biz haqimizda yomon gap tarqatadigan trolllar galasi bo'ladi. Hozir ular bor ishonchni yo'qotishdi. Chunki galdan galga faqat bitta gapni qaytargan. Haqiqat esa buning aksini ko'rsatyapti. Ha, biz iste'molchilik jamiyatida yashaymiz. Bunday jamiyatda asosiy maqsad odamlarga foyda keltirish va bu qurilmadan butun insoniyat farovonligi yo'lida foydalanish emas, balki iloji boricha ko'proq pul ishlab topish. Nima deb o'ylaysiz? Qanday qilib yonilg'isiz generatorlarni hamma uchun hamyonbop qilish mumkin? Toki har bir oddiy odam o'z uyini energiya bilan ta'minlay olishi uchun. Nima deb o'ylaysiz? Biz insoniyat sifatida sizning qurilmangizni haqiqatdan ham farovonlik yo'lida foydalanishimizga qanday ishonch hosil qilishimiz mumkin? Menimcha, agar biz qurilmani ommaga taqdim qilib, bo'pti, u hamma uchun bepul, oling, foydalaning desak, bu fojiaga olib keladi. Chunki soxta insidentlar uyushtirilib, hammasi gumdon qilinadi. Bu texnologiya taraqqiy topishi uchun hech bo'lmaganida bir necha yil davomida hokimiyat tepasidagilar uni himoya qilishi juda kerak bo'ladi. Agar biz shunday qilmasak, bu texnologiyani yo'q qilib yuborishadi. Hozir uni hammaga bering, hamma ko'rsin degan gaplarga o'xshash gaplarni gapirish bu ahmoqlik. Birinchi baxtsiz hodisalar yuz berishi bilan yoki ataylab tashkil qilinishi bilan bu esa ehtimoldan xoli emas. Yoki bu tasodifan umuman tajribasiz odam bilan sodir bo'lsa, texnologiya yo'q qilinadi. Bunday holatlar avval ham ko'p marotaba sodir bo'lgan. Ha, haqiqatdan ham biz hatto elektromobillarni joriy etishda ham juda ko'p to'siqlarni yengib o'tishga to'g'ri kelganini ko'rdik. Biz esa yangiliklardan ular tez yonishni boshlashi, xavfli ekani va foydalanishga arzimasligi haqida eshitar edik. Mana endi bir necha yil o'tgach, hatto an'anaviy yonilg'ida ishlaydigan avtomobillarni ishlab chiqaradigan kompaniyalar ham elektromobillarni ishlab chiqara boshladi. Umid qilamizki, yonilg'isiz generatorlar bilan ham xuddi shunday bo'ladi va bizning jamiyatimiz ularni biznes uchun tahdid sifatida emas, balki taraqqiyot uchun imkoniyat sifatida qabul qiladi va shu orqali insoniyat yanada mas'uliyatli va hayotchan bo'ladi. Elektromobilni rozetkaga ulayotganingizda elektr energiya qazilma yonilg'idan kelmasligi haqiqatdan ham juda muhim. Chunki aks holda muammo faqat bir joydan boshqa joyga o'tadi xolos. Aynan bizning holatimizda vaziyat hatto yomonlashishi ham mumkin. Chunki mana shu jarayonlarda samaradorlikning katta yo'qotishlari sodir bo'ladi. Misol uchun 1 megavat elektr energiya olish uchun 3 megavat yonilg'i yoqish kerak bo'ladi. Bu degani sizning elektromobilingizga elektr energiya uzatilganda allaqachon atmosferaga ulkan miqdorda CO2 ajab chiqqan bo'ladi. Avtomobildan chiqayotgan gazlar sababli emas, balki issiqlik elektr stansiyasidan chiqayotgan gazlar sababli. Iket energiya katalizatori xuddi shamol va quyosh energiyasi kabi bu muammoni hal qilishda yechim bo'lishi mumkin. Ammo ularda quvvat va energiya o'rtasida katta farq muammosi bor. Siz 1 megavat quvvatga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin 24 soatdan keyin aslida olingan energiya taxminan 100 kilovatni tashkil qilishi mumkin. Siz energiya manbalarimizning samaradorligi haqida mutlaqo to'g'ri gap gapirdingiz. Biz bu energiyani olishimiz uchun yonilg'i yoqishimiz kerak. Bu jarayon deyarli samarasiz bo'lgani uchun
U bizning xarajatlarimizni qoplamaydi. Shuning uchun albatta bunday ishlab chiqarishdan hech qanday ma'no yo'q, to'g'rimi? Bu oddiy matematika. Siz matematikani o'rganganmisiz yoki yo'qmi bilmayman. Lekin matematikani biladigan odamdan sarflangan energiya tenglamasini tuzib berishni iltimos qiling. Keyin esa elektromobil elektr rozetkasidan iste'mol qilgan har bir kilovat-soat uchun issiqlik elektr stansiyasida qancha yonilg'i yoqilganini hisoblab ko'ring. Tenglama tuzib chiqishingizni o'zi kifoya. Gidroelektrostansiyalar haqida gap ketadigan bo'lsa, bu yerda hech qanday muammo yo'q. Bu balandlikdan tushayotgan suv xolos. Quyosh energiyasidan esa hamma joyda foydalanib bo'lmaydi. Axir 1 megavat quvvatga ega bo'lgan quyosh paneli yoki shamol generatori faqat quyosh yoki shamol yetarli bo'lgandagina bu quvvatni ishlab chiqara oladi. Ularning eng yuqori samaradorligi kuniga atigi 2 soat. Vaholanki bir sutkada 24 soat bor. 24 ni 2 ga bo'lsak, 12 bo'ladi. Bu degani quyosh tizimidan olinadigan haqiqiy energiya uning nominal quvvatidan taxminan 10% ni tashkil etadi. Shu o'rinda kulrang energiya deb ataladigan energiyani ham hisobga olish kerak. Bu quyosh panellari va shamol turbinalarini ishlab chiqarish va ularni ekspluatatsiya qilish uchun kerak bo'ladigan energiya. Ayrim joylarda ularni ishlab chiqarish foydali bo'lishi mumkin. Lekin boshqa joylarda esa bu asosan korrupsiya, ayniqsa siyosiy korrupsiya bilan bog'liq biznes xolos. Ko'rib turganingizdek, biz yana sal avval gaplashgan inson tabiati mavzusiga qaytyapmiz. Ha, haqiqatdan ham, agar iqlim o'zgarishlarini hisobga olsak, bo'ronlarni, to'fonlarni, mushtumday keladigan do'llarni, unda bu texnologiyalar nihoyatda mo'rt bo'lib chiqadi. Insoniyat shamol turbinalari va quyosh panellari kabi energiya manbalariga tayana olmaydi, chunki ular bir zumda ishdan chiqadi. Ularni tiklashga esa juda ko'p vaqt va sarmoya ketadi. Bizda yo'q sarmoyalar, haddan tashqari katta sarmoyalar ketadi. Bu haqiqatdan ham shunday. Ha, shunday. Konferensiyalardan birida biz quyosh panellari va shamol turbinalariga oid katta tadqiqot taqdim etdik. Biz turbina butun xizmat muddati davomida aylanishi uchun neftdan tayyorlangan qancha moylash materiallari kerakligini hisoblab chiqdik. Bu 30 ta sisternadan iborat bitta sostavni tashkil etdi. Bu haqida hech kim gapirmaydi. Bu aqlga sig'maydi. Quyosh panellaridan chiqadigan chiqindilar tuproqni zaharlaydi. Bu haqida ham hech kim gapirmaydi. Bundan tashqari ularda zaharli moddalar bor. Bizda haligacha quyosh panellarini xavfsiz utilizatsiya qilishga qodir texnologiyalar yo'q. Lekin biz endi muammoning haqiqiy yechimi yonilg'isiz generatorlar ekanini ko'ryapmiz. Bu mavzuni yoritib siz bilan birga video yozib olish biz uchun katta sharaf. Chunki biz haqiqatdan ham insoniyat pul va hokimiyat uchun ushbu texnologiyalarni bostirib kelganlarning qaramligidan chiqishi va energiya masalasida ancha erkin bo'lishi kerak bo'lgan vaqt kelganiga ishonamiz. Siz aytganingizdek, bu insoniyat sifatida biz barchamiz ko'rishni istagan jamiyatga aylanishimiz uchun ulkan imkoniyat bo'lishi mumkin. Katta rahmat.
Katta rahmat. Bu juda qiziqarli suhbat bo'ldi. Bugun menga shunday imkoniyat berganingiz uchun katta rahmat. Alloh sizni qo'llab-quvvatlasin. Thank you. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat, Kseniya.